100 kilovatlı obyektlerini sizlere gösterse devam ederiz. Hazır bu Xiva tumanına geldik. Yine 100 kilovatlı istansiya o'rnatyapmiz. Az görseniz mümkün G'azovat kanalının dik boyunda chiroyli şöyle 100 kilovatlı istansiya joylashtiryapmiz. Nasos, transformator hammasi şöyle. Ajoyib mayopkalik mestal ekan. Az bir de konstruksiyasi tayyor turibdi. Polli panellarni tushirib berganmiz. Panellarga keladigan bo'lsak, Jinko 615 wattli paneldan biri 160 dan ziyod panel o'rnatiladi. Bu o'yinda ajoyib panelning soyasida o'tirib yan boshda shashlik qilsang yetadi ku. Hozir fermer akalarimiz o'rnatib turibdi. Bu 100 kilovatli stansiyalarni, nasoslarini keyin üzerine orqa energiyani 720 so'mdan davlatga sotib ham daromad oladilar. Hozir biz prognoz berib turibmiz, kunina 700 kilovat elektr energiya ishlab chiqaradi. Bu pullar sotadigan bo'lsa agar kunlik 550 ming so'mlik daromad topadi. Bir kunida 550 ming so'm. Bu bizning doimiy klientimiz. İkinci ucu 100 kilovatlı obyektimiz. Bundan burunki 100 kilovatlı obyektin effektini sezib, faydasını bilgenden keyin sırazı yine 100 kilovatlı o'rnatyaptilar. Shuning uchun biz buni skidka bahada общий qiymatini 340 million so'mga so'ratyapmiz 100 kilovatli. Agarda sizlar ham ishonchli uzoq muddat kafolatlangan quyosh elektr stansiyasi o'rnatish xizmati kerak bo'lsa, bizlarga aloqa chiqarasizlar. Bu videoni esa quyosh bilan qiziqib turgan hamda fermer donishlarimizga yuborib qo'yamiz.